Biricik hanım, bana canım pişti. Meni yarım işte, işte. Damoladı fakat işte. Sekin sekin yugurmanglar. Assalomu alaykum aya dada, hormanglar. Dadas, kızımız geldi. Kızım. Nima keldi ekan ish? Tinchlik bo'lsin-da. Bir bala bo'lgani u bunga. Bismillah. Ruchkalar oyoqdagi tashlagan bir chakali qilmay. Qanday qizim, yaxshi keldingmi? Rahmat. Qaynotang yaxshimi? Zo'r, hammasi. Amin. Siz xotirjam bo'lsa, yaxshi yeysan, sog' salomat jiyta oyingga. Endi keldik-ku dada. Mana bizlarni ko'rding, ayangni ko'rding. Biza yaxshimiz. Videoda telefon qilib qo'ysang ham bo'ladi. Tez jiytonni kech bo'lmasdan. Aynen asalim. Uydagilaring yaxshimi qizim? Ha, hammasi yaxshi. Qaynona qaynotam bilasizmi? Shunaqa yaxshi odamlar. Qaynona qaynotam bilasizmi? Babchi kun bermayapti menga. Aya, yaxshi shu oilaga bergan ekansiz. Shunaqa baxtliman, rahmat sizga. Aya, bu oiladan men tezroq chiqaringlar. Yaxshilasam jomonlig'ini eshityapman. Ayas bu yoqqa qarayver. Ha dadasi. Qizing oilasi tinchmikan? Tinch. Nimaga agar kelganidan 27 minut bo'ldi hali ketgan yo'q?